Hammaga salom. Hozir День благодарениyadan kelgan. Kecha День благодарения edi. Ertasi kuni Christmasga yasatadigan payt keladi Amerikada. O'shanga hozir uyimizni Christmasga, Rojdestvoga yasatamiz. Hozir uyimiz bardak bo'lib yotibdi. Bolalarda kanikul, hamma yonni asosini chiqarishadi. Ishonasizlarmi, shunaqa vaqt tez o'tar ekan. Mana 1 yil o'tib ketibdi Christmasga. Lekin mana xuddi kechada esimda-da, mana shu uylarni yasatganimiz, endi bu bizani biz 2 yil bo'lyapti, bu yerga ko'chib kelganimizga. Bu bizani ikkinchi Christmasimiz bu yerda, bu shtatda. Xuddi mana kechada esimda-da, даже bir xil paytda o'ylab qo'rqinchli bo'ladi. Chunki vaqt shunaqa tez o'tib ketayotganiga, ayniqsa yoshingiz katta bo'lgan sari. Yoshlik paytim uncha bilinmasa kerak, lekin mana 35 dan kelgan rosa vaqt tez o'tib ketadi. Keyin bu yoqdan o'sha ota-onangiz qarshi boshlaydi, o'shani ham o'ylaysiz. Bolalaringiz katta bo'lib, hammasi o'zini hayoti bilan ketishadi keyin shuni o'ylaysiz. O'zingiz ham yoshingiz katta bo'layotganini o'ylaysiz. Ish qilib bir tarafdan shukr qilasiz, chunki yetganlar bor, yetmaganlar bor shu kunlarga, to'g'rimi? Endi odamzod shunaqa har doim yosh bo'lishi xohlaydi-ku. Endi yosh bo'lish uchun emas, menda masalan ota-onam men endi yoshim katta bo'lgan sari ota-onam ham yoshi katta bo'lyapti deb o'shandan qo'rqaman, achinaman shungacha. Так, bu mamnaqa Christmasga mamataga solishadi-ku amerikanецlar. Bizda dasturxon qilsak, ular dasturxonning ustiga yana mamnaqa narsa qo'yib qo'yishadi. Hozir Toshkentda ham shunaqa qilishadi-yu, oldin bunaqa qilishmasdi. Men buni yuvishim kerak dasturxonni. Mana kecha Kristanaqa nima edi, благодарениyadan kelgan. Rasvos chiqib ketdi bunacha. Tak, bu yoqda bo'lsa, hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yoqda mana butun Christmas narsalari mana. Excuse me. Grinch. Yaxshi ko'raman men. Grinch u bizani Amerikada Christmasni anaqasi. Eng такой главный narsasi. Santa Claus bizani qor bobomizda ham bu yerda Grinch degan narsa bor. Bu gnom. Men gnomlarni juda ham yaxshi ko'raman. Mana ayniqsa Christmasda gnomlarini. Mana shu xuddi kechada turgan edi-da, shu yerda Yangi yilga. O'shanga 1 yil o'tib ketibdi. Voy tavba, hayot o'tishini hayron qolasizda. Tak, bu bizani yo'lkamizga. Okay, baby, just put it down. How do you make him stand up more? I don't know, ask that. There is bu yerda ichida ham cookies bor ekan. Mamnaqa narsa sotib olgan edilar-da, ichida pechenyasi ham bor It's ekan. amazing. I think this came with cookies in there. Oh my! Rich treats. Can I have one? Wait, where are they? Where are they? Yeah. Yes. Okay, babe. Covered like in Yo'lkani mana qo'yib qo'ydik. Mamitga joy topdik. Endi hozir ko'ramiz. O'tgan yili Mamitda turgan edi. Kaliforniyada uyimda juda ham chiroyli joyim bor edi. Sizlar endi ko'rmagansizlar Kaliforniyadagi uyimizni, uni arendaga berib kelganmiz bu yerga. Hozir sizlarga mashtika ozgina kusochik video qo'yib qo'yaman. Sizlar ham ko'rasizlar qanaqa bo'lgan edi. Mana bu Kaliforniyadagi uyimiz. Mana shunaqa katta yo'lga qo'yardik, chunki bu boshqacha edi-da planirovkasi. Bu yerda bunaqa qo'ya olasiz, no bu yerda joy kamroq-da. Shunaqa buni ham bolalarim yasatgan edi. Bular bu уже ertalab, кажется, Rojdestvoda, Christmas ertasi kuni bu yerda podarkalar ochiladi-da. Bolalarimni qarang qanaqa kichkinaligini. Bu yerda 3 yil oldin Sevinch ham qarang, kichkina qiz bo'lgan ekan. Hozir уже 19 yoshdan oshdi. 2 yildan keyin xudo xolasa qaytib boramiz o'sha uyimizga. Mana Mamitda bunaqa hozircha yasatib qo'ydim. Christmasga. Mamitga. Mama kechasi yonadi. Christmas village deyiladi bu. Christmas mahalla. Nasıl yaxshi ko'raman men Christmas narsalarini-chi. Mamitga ham. Endi bu hali bo'lgani yo'q. Bu hali to'g'rilashim kerak. Mana yo'lka ham tayyor. Bolalar o'zi yasatdi. Idealniy bo'lmasa ham, zato bolalarim yasatgan. Ham tepada mana bunaqa narsalar yuribdi.
Mana endi ko'chani yasatadigan narsalar ertaga bu ketadi bu yerdan. Mana bu ham yasatib qo'ydik уже. Endi kunduz kuni xudo xolasa hamma yoni tozalab, hozir endi mana yasatishlar bilan anaqa hamma yog'i rasvosi chiqib ketdi-da uylarni. Hamma yoni yig'ishtirib, chiroyli qilib yasatib, Mamatga hali ham gilam olmadim qizlar, ikkita Mamatga gilam olishim kerak. Hammasini bittada keyin sizlarga butun uyni ko'rsataman. Mana bu yerda turibdi meni gnomim. Mamatdan hali polni qilinmagan. Bularni ham hali to'g'irlashim kerak. Bu yerda pochaylar bir narsalarni qivottalash qilib yangi yilga. Mana bunaqa yonadigan narsalarda bir narsalarni qilib yuralish qilib. Mamatga, be careful. Mamatga mana bunaqa qo'yib qo'ydim. Oh, so good. Mana. Mommy. Hammaga salom. Bugun bizda oddix kuni. Oddix kuni biz bu joyga har doim boramiz. Bolalar bilan просто даже parkka borsak ham, qatga borsak ham, ko'chaga chiqib birga vaqt o'tkazamiz bolalar bilan. Shunga hozir ko'ramiz, qatga boramiz, balki parkkami ish qilib aylanib kelamiz. Havo sal уже salqin tushib qoldi. Okay, let's go. Why? Okay. Mana qaranglar, hamma joyda уже archalar sotilyapti. Bu ro'stagasimi archalar? Mana 80, 70, 50 anaqasiga qarab, kattaligiga qarab-da. Yaxshi ko'raman shu paytda. Qanaqani ham yaxshi ko'raman, День благодаренияni ham yaxshi ko'raman. U anaqa qovoqlarni bayrami o'tib ketdi. Mana shu Christmas ham menga yoqadi. Amerikada seziladi-da. Mana ichkariga uylarga qo'yib qo'yasizlar. Kichkina archalarni. Chiroyli. Kichkina mamlaqa archamiz turibdi уже anaqada, hovlida. Уже bor. Ham kichkina mamlaqa unchoqlar sotadi bu mashinga. Именно mana shunaqa kichkinalarga. Uni hali ilmabman, unchoqlar hozir esimga tushdi. Mana ma'mila, bular специальный именно Christmasda qo'yiladigan gul. Mana shu Rojdestvoda, Yangi yilda qo'yiladigan gullar mana shular. Mana kaktuslarni qaranglar, shirinligini. Kaktus. Mana hammasi Yangi yilga qarang. Mana qaranglar. Tashqariga qo'yadigan, yasatadigan narsalar. Yo'lkalar ish qilib, amerikaliklar shunaqa narsalarni yaxshi ko'rishadi. Hamma magazinlar to'lib yotadi shu narsagacha. Nimasi yaxshi? Mana qaranglar, zo'rligini, xuddi уже qor. 550 ekan, menga mana shu yoqdi. Вообще zo'r ekan. Santa anaqa bilan birga. Snowboarding. Mana $100 ekan, qaranglar. $100 ga вообще arziydi-da. Kattaligini qaranglar, kачествосini. Hamma shu letar ekan. Вообще zo'r ekan. Yeah, I'll take a picture. Baby, come look. I know you want to Tom, Oh, really? Balan ekan bu, flamingo. if they were on half price, I'd do it. Yeah, if it would be on sale. Bular Yangi yildan keyin narxi yarimga tushadi. O'shanda biz sotib olamiz kerak narsalarni. Do not declining. Hozir narsamiz ko'pda, keyin mana shunaqa har yili yig'asiz-da shunaqa. Biz har yili уже ko'p yig'ganmiz, no mana shu skidka bo'lganda уже mana shu mani ko'ryapsizlarmi 90 bular $40-30 bo'ladi Christmasdan keyin. O'shanda hamma kelib yig'ishni boshlaydi keyingi yilgacha. Menga mana Grinch yoqadi juda ham. Bu mana shunaqa Home Depot magazini, hamma narsa uyga. Uy qurmoqchi bo'lsangiz, bir narsa qilmoqchi bo'lsangiz, ish qilib mashqqa kelasiz. Yo narsani o'zi yo'q bitta. Bu